Endi short answer question'ni qarangda. How many subjects does Ali study at school? Ya'ni how many subjects does Ali? Bu yerda qaysi so'zlar qaysilar? Bu yerda qaysi so'zlar, ya'ni how many so'zi asosiy e'tibor berilgan joyingiz, ya'ni nechta fanni o'qir edi, ya'ni sonini aytyapti. Ali study at school. Aynan bu yerda javobimizda esa tekstda bor, обязательно bilasiz. Bu yerda qarang. How many da, ya'ni how many, ya'ni many subjects desan, to'g'rimi? Such as English, Math and History. Ko'ryapsizmi? Ya'ni many subjects bo'lgan, ya'ni English, Math and History. Ya'ni jami 3 ta ekan. Ko'ryapsizmi? Aynan shu holatda ishlashingiz mumkin. How many? 3 subjects. Okay, yoki many desangiz ham bo'laverar ekan. What does Ali do in the evening? Ali kechki payt nima qiladi? Bizga kalik so'zlarimiz. Ya'ni in the evening so'zi kalik so'zimiz. Birinchi navbatda, ikkinchi navbatda, ya'ni what does do? Bu nima bajarar, nima qilar edi? What is kalik so'zga olaylik, chunki kerak bo'ladi. Xo'p, u kechki payt nima ish qilardi? Qana ko'raylikchi. In the evening, mana in the evening, ko'rasizmi? Mana in the evening konkret bor javobda. Ya'ni he likes watching TV and reading books. Ko'rasizmi? Bu yerda ya'ni short answer degandagi kichkina javob berasiz. Ya'ni watching TV and reading book ekan. Keyingisi, where does Ali play football? Ali qayerda futbol o'ynardi? Qarang. Bu yerda futbol so'ziga, ya'ni kalik so'z bo'lyapti, ya'ni boshqa so'z emas, keyingi where degan so'zga qayerda deyapti. O'sha narsaga e'tibor berishingiz kerak ekan. Xo'p, aynan bu yerda qayerda? Where does Ali play? Xo'p, at the weekends he meets his friend and sometimes play football. Qani, he sometimes plays football in the park. Qayerda ekan javobimiz? Mana bu yerda park degan savolga javob ekan. Bu yerda kalik so'zimiz, ya'ni play football so'zi bu yerda kalit so'zlarimiz ekan mana. Aynan bu holat mana. Javobimiz, ya'ni in the park degan javobni olishingiz mumkin ekan. Ko'ryapsizmi? Ya'ni 3 subjects. Of 3 subjects. In the evening, ya'ni kechki payt nima qilardi? Watching TV and reading reading books. Xo'p, kechki qayerda o'ynardi? In the park degan javobni olar ekansiz. Mana javob. Ba'zi yozayotgan paytda, ya'ni kompyuterda yozyapman, shuning uchun ba'zida xato bo'lishi mumkin. Mana javobimiz nima ekan? Mana 3 subjects, okay? Keyingisi esa in the park degan javobni olishingiz mumkin ekan. Mana shu holatda esa biz readingni, ya'ni short answer question desa biz javob berishimiz mumkin ekan. Shuni esdan chiqarmanglar, guys.